Assalomu alaykum. Efirda UzReport TV telekanalida UzEx xabarlari dasturi. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda 2026-yilda polietilen birja bozorida shakllangan holatlarni ko'rib chiqamiz. Dasturimiz avvalida an'anaga ko'ra UzEx birjasining barcha savdo platformalarida o'tkazilgan savdo natijalari va narxlari dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. Bu birjaning o'tgan haftadagi asosiy indikatorlari edi. Endi esa birja yangiliklari bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining mobil raqam UzEx.uz elektron savdo tizimida istalgan raqamga elektron buyurtma berish xizmati joriy etildi. Yangi xizmat elektron savdo tizimida ro'yxatdan o'tgan xaridorlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ular uyali aloqa operatorlari tanlagan holda o'zlari istagan raqamga elektron buyurtma yuborishlari imkoniyatiga ega. Unga ko'ra, agar uyali aloqa operatori buyurtma qilingan raqam mavjudligini tasdiqlasa, mazkur raqam belgilangan tartibda mobil raqamlar onlayn auksioni savdolariga chiqariladi. Mazkur mexanizm mobil raqamlar onlayn auksionini yanada rivojlantirish, xaridorlar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish, savdo ishtirokchilar sonini kengaytirish hamda onlayn auksionlar savdo hajmini oshirish maqsadida joriy etildi. Endi esa birja bozorining alohida segmentlariga o'tamiz. Xususan, joriy yilning birinchi yarim yilligidagi polietilen birja bozorining holatini ko'rib chiqamiz. 2026-yil yanvar-iyun oylarida ichki bozorda birja savdolari orqali 73.6 ming tonnadan ortiq polietilen granulalar sotildi va bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 6% ga kamdir. Bozorda asosiy sotuvchi sifatida Sho'rtangaz kimyo majmuasi hamda Uskor Gaz Chemical qo'shma korxonasi ishtirok etishdi. Polietilen granularning o'rtacha oylik sotuv hajmi 12.270 tonnadan ortiqni tashkil etdi. Ko'rib chiqilayotgan davrda eng yuqori savdo hajmi mart oyida qayd etilib, 13.615 tonnani tashkil qildi. Bozor tuzilishida an'anaviy ravishda plyonkali va quyma polietilen markalari yetakchilik qildi. Ularning ulushi mos ravishda 33 va 32% ni tashkil etdi. 3-o'rinda quvur ishlab chiqariladigan polietilen markalarining ulushi 14% ni tashkil etdi. Puflanadigan polietilen granulari ulushi esa 13% ni tashkil etdi. Polietilenning barcha markalari bo'yicha 2026-yil yanvar-iyun oylarida birjada shakllangan narxlar trendiga asosan o'zgaruvchan dinamikani namoyon etdi. Jumladan, yanvar oyida polietilenning o'rtacha narxlari 1 tonna uchun 15.7 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, fevral oyidagi kotirovkalar 1 tonna uchun 15.6 million so'mgacha pasaydi va mart oyida bozorda narxlar biroz oshib 1 tonna uchun 16.2 million so'mni tashkil etdi. Aprel oyida o'rtacha narxlar 18.2 million so'mgacha ko'tarildi. May oyida esa barcha polietilen markalari bo'yicha o'rtacha narxlar biroz pasayib 1 tonna uchun 18.1 million so'mni tashkil etdi. 2026-yil iyun oyida polietilenning o'rtacha narxlari 1 tonna uchun 19.1 million so'mga yetdi va bu ko'rib chiqilayotgan davr uchun eng yuqori ko'rsatkichdir. Polietilen xaridlarining hududiy tarkibiga ko'ra Toshkent shahri va Toshkent viloyatining umumiy ulushi 72% ni tashkil etdi.
Samarqand viloyatining ulushi 2025-yilning mos davriga nisbatan 6% dan 8% ga oshdi. Farg'ona viloyatining ulushi esa 10% dan 5% ga pasaydi. Namangan viloyati xaridorlarining ulushi umumiy savdo hajmining 5% ni tashkil etdi. Qolgan hududlarning ulushlari nisbatan pastroq. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Birja kotirovkalarini UzReport TV kanali orqali kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.